Sohibqiron Amir Temur 1336-yil 8-aprelda Shahrisabz viloyatining Xo'jailg'or qishlog'ida dunyoga kelgan. Uning otasi Amir Muhammad ibn Tarag'ay Barlos beklaridan biri bo'lgan. Mujmalli Fasihiy nomli asar muallifining bergan ma'lumotlariga qaraganda, Amir Tarag'ayning nasl nasabi Jahongir Chingizxonga borib taqaladi. Onasi Buxoro fuzolarining eng ulug'i, shariat qonunlarini sharhlovchining qizi Takina Moh begim bo'lgan. Amir Muhammad Tarag'ay Bahodir o'z zamonasining an'analariga ko'ra o'g'liga ot minish, ov qilish, xat savod chiqarish hamda islom ahkomlarini o'rgatuvchi murabbiylar tayinlaydi. Amir Temur o'z zamonasining o'qimishli va uquvli hukmdorlaridan bo'lgan edi. Arab faylasufi Ibn Xolidinning ta'kidlashicha, Jahongir turk, arab, fors xalqlari tarixini chuqur o'rgangan, diniy, dunyoviy va falsafiy bilimlarning eng murakkab jihatlarini yaxshi o'zlashtira olgan zot ekan. Amir Temur siyosat maydoniga kirib kelgan paytlarda Movarannahr Mo'g'ullar istibdodi ostida edi. Chingizxon va Botuxon bosib o'tgan yerlarni kuli ko'kka sovurilgan, shahar va qishloqlar vayronaga aylangan, suv inshootlari buzib tashlangan edi. Sohibqiron mamlakat obodonchiligi yo'lida xazinani ham ayamaydi. Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryoga ko'priklar quriladi. Amir Temur harbiy salohiyatda jahonga mashhur sarkarda va o'z zamonasining qudratli hukmdorlaridan biri edi.